Bo'ldi, hammasini ochdimi? Mana sayt o'zboshqa. Mistrix. Yo'q, bu saytimni yasab bergan bola. Adashmasam 1 yil oldin. Shuni saqlanib tiqib qo'ygan ekanman. Tak. Hammaga assalomu alaykum. Gruppaga tashladim linkka. Chat gruppaga link tashladim. Mana shu broker bo'yicha. Kattaga tashlamadim. Ya mayli tashlab, undan keyin tashlab qo'yaman. Chat gruppada borlar bemalol olsa bo'ladi o'sha yerda. Xo'p. Registratsiyani boshlaymiz. Hozir shogirdimga registratsiya qilamiz-da, o'sha registratsiyani ko'rib olasizlar. Qanaqa komissiya oladi, nima bo'ladi, o'shani ko'rsataman. Faqat o'y deb turasizlar. Pochtangizni yozasiz. O'sha ham pochta-yu. Gmailmi? Gmailni yozasiz. To'xtang, klaviaturani beraman sizga. Ba'zi ko'p narsani siz yozishingiz kerak bo'ladi. Parollarni ham siz qo'yishingiz kerak bo'ladi. Pochta kirgizing. Tak. Kimdir mikrofoni yoqilib qoldi. Yana ham uzunroq qilish iloji yo'qmi pochtani? Shunaqa ham pochta qiladimi? Xullas o'rtoqlar, mana shu Amana brokeri bunga pochtalarni kirgizasizlar boshlanishidan. Mana shu pochtani kirgizamiz. Faqat u pochtani nima deydi, yozib qo'yinglar etvetga. Esdan chiqib qolmasin. Davom etishni bosamiz. Ismingizni yozing. Ko'rinyapti hammaga? To'xtang, hamma jim. Yozavering siz. Familiyangiz. Davom etishdan oldin. Ko'rinyapti. Bo'ldi, ovozim ham eshitilayotgan ekan. Alaykum assalom. Davom etishni bosamiz. Maxfiy so'z. Xullas, bu kalit. Shu brokerga kirishinglar uchun, buni ham yozib qo'yinglar o'zinglar uchun, обязательно. Hozir chat gruppaga link tashlaganman, o'sha orqali kirsanglar bo'ladi. Bu video zapis qilinyapti. Zapis qilinib bo'lgandan keyin ham tashlab qo'yaman. Shuni tagida link ham qoldiraman. Broker haqida keyin tushuntirib beraman. Eslab qo'yinglar. Eslab qoling, keyin esingizdan chiqib ketib yana vastanamit qilib nimadirlar qilib yurmaylik. Saqlanib qilmaymiz uni. Millatingiz o'zbek. Yozib oling. Mana O'zbekiston qilib qo'yasizlar, davom etishni bosamiz. Bu yerga telefon raqami yozamiz. Kod kelishi uchun yo pochtaga ili bunga ham nomerga ham keladi. Tasdiqlashni bosamiz. Ko'pchilikda mana shu muammo bo'layotgan ekan, nomerga kod kelmayapti deb aytishyapti. Hali paka bizda unaqa muammo bo'lmadi. Agar nomeringizga kelmasa, pochtalarga kelgan bo'ladi. O'shani pochtani bitta proverka qilib ko'ringlar. Registratsiyadan o'tish juda ham oson bunda. Kimdir yana mikrofoni yoqilib qoldi. Tug'ilgan sana. Tak, 96. Qaysi oy? Sentyabr. 23.
Pasportda qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanaqa qilib belgilaylar. Jinsi ayolmi? Erkakmi? Ha, mujik. Keyingisini bosamiz. Shahar Toshkent. Toshkent. Kichkina yozib qo'ymadim. To'liq adres. Mayli, katta bilan yozib qo'ya qoling, mayli. Shu ham problema bo'lmas. To'liq adres emas, domingizni anaqasini yozasiz, nomerini yozasiz, uy deb yozasiz. O'shaqa bo'ladimi? Ko'chingiz. Yo, sal Chilonzorni qaysidir rayonini yozib turib yoza qoling. Hozir bitta vaqtda kimdir registratsiya qilyaptimi, qilmayaptimi oranglarda? O'shaqa yoziladi. Mana ish turida qaranglar. Mana shu yerda mana bu narsalarni tanlasanglar, ko'p narsani to'ldirishga to'g'ri keladi. Har xil kompaniyalar nomi, o'zini o'zi ish bilan band qilgan bo'lsa, qayerda u nima adreslarni yozishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun o'quvchi qilib qo'ysanglar, hech nima so'ramaydi mana. Bemalol keyingisini bosasizlar. Boylik manbai. Merosxo'rmi deysiz? Merosxo'rni belgilab qo'yasizlar, ish haqqi yo'q-yo'qlarni qilib o'tirmaysizlar, merosxo'r belgilab qo'ysanglar ham bo'ladi. Yillik daromadi $1 dan $50,000 gacha. Nimaga bunaqa qilinadi deydigan bo'lsak, $50,000 dan ko'proq qiladigan bo'lsa, yana o'sha savol-javob yo'q, qatnoq nima bo'lyapti, shuncha meros bormi? Masalan, boshlanadi. Shuning uchun $1 dan 50,000 gacha qilib belgilab qo'yamiz. Keyingisini bosamiz. Identifikatsiya nomeri, INN nomer, hani bosamizda, INN nomerni MyGo'dan olasizlar. MyGo'dan olib, INNni to'ldirsanglar bo'ladi. Yoki pasportingizning orqasidagi nomer bor-ku, IDning orqasiga, o'sha nomerni yozsanglar ham bo'ladi. To'g'ri yozib oldingizmi? Tekshirib oling. Qo'shimcha bormi? Yo'q. AQSh fuqarosi yo'q. Keyingisini bosamiz o'rtoqlar. Bu joyda hammasi uchalasi ham yo'q. O'zingizlar o'qib ko'rishingiz ham mumkin. Sizlarda ingliz tilida chiqishi mumkin. Ingliz tilida emas, mana ham joydan o'zbek tiliga o'girib olsanglar bo'ladi. Ingliz tilini tushunadiganlar bemalol ingliz tilida aniq qilsanglar bo'ladi. Yo'q. Keyingisini bosamiz. Men o'qidim, mana buni o'qib chiqasizlar, o'zingizlar uchun tanishib olasizlar. Luboy, hozir men bu narsani tushuntirayman sizlarga, luboy brokerdan, ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda shartnomalarni обязательно o'qib chiqinglar o'rtoqlar. O'zingizlar uchun tushunarli bo'ladi, o'zingizlar uchun kerakli bo'ladi. Men misol uchun mana shu broker bilan shartnomasini tuzishimdan oldin ham buni nima qildim men? Polni o'sha o'zligi bilan gaplashib, telefon qilib, primoy efirlar qilib, gaplashib, cho'kishimizgacha so'rab olib, undan keyin beryapman sizlarga. Bu degani, menga ishonib turib, sirazi kirib olinglar degani emas. Har doim nima qilish kerak? Brokeri, misol uchun interaktiv broker bor bizda, shu broker bor, shu broker bilan ikkalasiga pulinglarni iloji bo'lsa bo'lib olinglar. Bor pulni bitta birjada hech qachon saqlanmaydi. Kashfloklar bo'yicha ham, misol uchun, холодный kashfloklar bo'yicha ham, холодный kashflokda ham hamma pul bitta joyda saqlanmaydi. 5-6 ta kashfloklar qilinadi. Bu har ehtimolga qarshi diversifikatsiya. Biza ma'lumotni o'qidik. Sizda yo'naltirish kodi bormi? Ha, bor. Men sizni chaqiryapman. Mana bunaqa yozib qo'yamiz. Buni menga o'zligi qilib berishdi. O'ylamanglar, referalnidan qanaqadir soqqa keladi yo boshqa narsa keladi deb, referalnidan hech qanaqa imid qiladigan joyim yo'q hozir. Shunchaki gaplashganimizda menga shunaqa narsa qilib ber, kelajakda dillersa yo boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, agar
broker yaxshi ishlab beradigan bo'lsa, O'zbekistonga как-то ofitsialniy qilishimiz uchun mana bunaqa narsa uchun deganimga shunaqa narsa qilib berishdi. И undan tashqari men orqali kirgan obunachilarning o'ziga qanaqadir priz bera olaysanmi deb so'radim. Misol uchun qanaqadir bonus nimadirlar bera olaysanmi desam, hozircha yo'q. Paka mana shu narsadan foydalanib, sani orqangdan kiradigan odamlarning sonini ko'ring, undan keyin o'sha $100 $500 bonuslarni qilib beramiz degan. U videoni ham tashlab qo'yaman, bemalol o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Mana shunaqa qilib Mr. X yoziladi, MRX. Keyingisini bosganimizda bizda mana shu joyda dokumentlarimiz, ya'ni pasportimiz kerak bo'ladi. Bu pasportchi siz sal nariroqga borib yoruvni tushirasiz. Pasportingiz kerak bo'ladi va selfi qilib berishingiz kerak bo'ladi. Bundan rasm bo'lmaydi. Yo'q. Hozir skaner qiling mana. Kirdimi? Ma'mur, to'g'ri? Sizda ID kart mana. ID kart bo'lsa, ID kartni tanlaysiz, pasport bo'lsa, pasport. Okey. Razрешить. O'zi ko'rsatib qo'ygan, oldin bundoq olgan deydi. Olishingiz bilan orqani ko'rsat deydi. Pasport orqasi faqat. Ko'chaga chiqishingiz shart emas, svet yoqavering. Ha. Paka ungacha gaplashib turamiz o'rtoqlar. Tinchmisizlar? Yana gapirmoqchi bo'lganlarning hammasini anaqasini ochib qo'ying-ya. Tak. Почти hammaga razрешить qilib chiqdim. Hop. Suhrobchik. Hammani go'l ovozini ochib chiqdim, bemalol gapirsanglar bo'ladi, savollar bo'lsa mabodo. Mana tasdiqlash bo'ldi. Bozorni o'rganing deb yozib qo'yibdi. Kiramiz. Sizda mana hisobingiz tasdiqlanishi kutilmoqda. Tez orada anaqa bo'ladi mana. Tasdiqlanadi. Tasdiqlandi. Sirazi ko'rdinglar? Tasdiqlandi. Endi bu broker bizni hozir tak bundoq qilib turib mana buni ochadigan bo'lsam. Ekranni bunga translate qilishim kerak ekan endi. Hozir o'tkazaman sizlarni bu yoqqa. Mana. Ekraningizda ko'rinyaptimi? Har xil raqamlar. mikrofonni yoqib qo'ygan. Prosta kimdir gapirishga uyaladi, kimdir ishonadi mana shunaqa narsada. Hozir vaqti anaqa emas. Akalar, mana buni e'tibor bersanglar, shu bilan davom ettiramiz. Ekraningizda ko'rinyaptimi? Mana raqamlar. Shunaqa voy deb turinglar, nima bo'pti? Xo'p, mana komissiyalari bu yerda broker ichida mana bunaqa anaqalar bor. Forex bor, har xil CFD'lar bor, kriptolar bor.
o'shalarni komissiyalari mana bizga kerakligi mana $3.75. Ko'rayotgan bo'lsanglar, aksiyalar bilan ishlashimiz uchun bizda bitta pozitsiyamizga $3.75 olgan ekan. Bitta pozitsiya любой summaga. Foizga keladigan bo'lsa, foizi 0.1 oladi. O'zi sложный joyi o'zi, mana narsa bizga kerak emas. Ichida forex bo'yicha ishlamaymiz biz. O'shaning uchun bizga shart emas bu. Komissiyasi ham juda katta emas, kichkina bemalol ishlasa bo'ladi. Tak. Brokerga qaytamiz. Notishimiz. Depozit qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu depozitni bosasizlar. Depozitni bosganingizdan keyin mana kredit debit kartasi. Shuni tezkor deb yozib qo'ygan o'zim. Mana shunga bitta bosadigan bo'lsanglar, mana o'sha qancha summa tashlamoqchi bo'lganinglarni shunda belgilaysizlar. Sразу depozit qilib bo'ladi. Mana bitta karta kirgiziladi. Misol uchun o'sha Visa kartalari kirgiziladi. Shuna qilib, bir kun ish kunida deylik, u tez tushadi. Ashdan to'g'ri qilib tushib olsak bo'ladi. Chiqazmoqchi bo'lsak, to есть kriptoda tushirmoqchi bo'lsak, biz mana bu joyga bosamiz oxirgisini. Mana. Bosamiz, USDT ni bosamiz. Davom etish. Mana bu o'sha seti tanlanadi, tarafi. Mana $6,000 gacha miqdorda tashlab olishsan deb qo'yilgan. Shu mana yana ham chuqurroq, misol uchun mana buni bitta bosadigan bo'lsak, mana narsalar so'raydi, dokumentlar so'raydi. O'sha dokumentlarni beradigan bo'lsanglar, o'sha $6,000 dan yo'q ketaveradi. $10,000 gacha, $100,000 gacha ketaveradi. Shuna qilib tashlasa bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p. Endi mana holat o'zgardi. Siz uchun profilingiz yana nimani ko'rsatamiz? Savdoda boshida mana shu narsani aytib qo'ying. Savdoda mana bizda bitta CFD'lar ko'p. Ya'ni CFD bo'yicha o'zi darslik o'tib berganman. U yo'q narsani oldi sotdi qilishimiz bo'yicha juda ham ko'p narsalar bor bu yerda. Oldida mana bunaqa chaqmog'i bo'lmasa, o'sha CFD emas. Misol uchun deylik, Tesla'ni ochadigan bo'lsak, mana bizda tagida yozib qo'ygan, mana chaqmoq rasmi turibdi. O'sha chaqmoqni tanlamanglar, bu yo'q narsa, ya'ni CFD. U narsani olib sotsanglar, prosta narxini tepaga chiqib tushishiga pul tiqqanday bo'lasizlar. Mana bu originali. O'shani izbrinniga ham qilib tiqib qo'ysanglar bo'ladi. Tesla'ni bitta bosasizlar, juda ham oson. Bosdinglar, mana bu yerda time frame turibdi mana. 4 soatlik boshqa time frame'lar turibdi. Bemalol savdo qilsa bo'ladi. Oladigan bo'lsanglar, mana sotib oling turibdi o'zi mana buy. Shunda bosasizlar, mana yo'q degan yozib chiqadi. Shunda bosasizlar, misol uchun time frame metodda hozir preyda-ku, hozir mumkin emas oldi sotdi qilish topdi. Xo'p. Mana shunda bemalol qancha summali sotib olishinglar, marketplace'ni yozasizlar. Bu yoqda mana buni bo'lgan bo'lsa, mana take profit'i, stop loss'ini bosasizlar. Misol uchun take profit'ini yozib, stop loss'ini yozib, mana bu take profit'ini yozib turib, bitta link bosadigan bo'lsangiz, bemalol take profit'i ham, stop loss'i ham turadi o'rtoqlar. Buni olib tashlasanglar, take profit'siz, stop loss'siz shundoq primoy kirish bo'ladi. Shunaqa juda ham oson. Azizga ko'plab chiqsanglar tushunib olasizlar. Mana bu yerda hamma panelinglar, summalar, hisob qiymati hammasi ko'rsatib turiladi. Keyin pul tashlaganinglardan keyin u yog'iga ishlayotgan paytinglarda уже nima deydi, istoriya bunda saqlanib bo'lib turadi. Istoriyani ham bemalol ko'rsa bo'ladi. Qanaqa savdo qilyapti, nima bo'lyapti, 1 yillik istoriyalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, shunda ko'rsa bo'ladi. Xudo xolasa endi mana shunda 1 yillik istoriya qilib o'zimnikini xudo xolasa ko'rsataman. 1 yilligini обязательно. Chunki bu menga kerakli narsa ekan. Xullas shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hozir linkini pastda tashlab qo'yaman. O'sha link orqali o'tib
registratsiya qilib olasizlar. MRX deb yozib qo'yinglar. Keyinchalik o'sha nimadir bonus beradigan bo'lib qolsa mabodoga. O'shanda o'shani hal qilib yuboramiz. Ili muammosi bo'ladigan bo'lsa, brokerda bemalol o'zim yozsanglar bo'ladi. Brokerni o'zligi bilan gaplashib уже ancha qilib qo'yganman. Ularni o'zidan misol uchun masalani yechimini so'rab bilib olsak bo'ladi. Shunaqa gaplar menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Boshqa savol-javoblar bo'lmasa, efirni tugatamiz o'rtoqlar. Yoshligimizda sanaydiku. 3 kecha sarayman. 1. Bugungi primoyimda o'tirgan insonlar juda nimadirdan siqilyapti, ro'zada. Chunki hech kim gapirgisi kelmadi. Mayli o'rtoqlar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Foydalaninglar. Mana brokerdan maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Tepib